o'chib ketgan video va rasmlaringiz bo'ladigan bo'lsa, bu ilova orqali ularni qaytadan tiklasangiz bo'ladi. Buning uchun Telegram kanalimga kiramiz. Telegramga Bubble.net deb mana shunday qilib yozamiz. Mana shu kanal, mana shunaqa logotip. Mana shu pastida foto recover, data recover degan mana shu nimani postni topamiz. Shuni topib turib ustanovka qilamiz. Bu men ustanovka qilib bo'lganman. Mana shu programma восстановлениyadan deydigan. Shunga kiramiz. Bu mod versiyasi, ya'ni hech qanaqa reklama, pul talab qilmaydi. Messengerga bosib отключить qilib olamiz. Bu yerda har xil nimalar bor. Rasmni восстановить qilsa bo'ladi, videoni восстановить qilsa bo'ladi, audio zapislarni восстановить qilsa bo'ladi va dokument, PDF fayllar shunaqa narsalarni восстановить qilsa bo'ladi. Masalan, восстановить videoga bosadigan bo'lsak, bu полный nimani восстановление qilib beradi. Videolaringizni qaytarib bo'ladigan nimalarni qaytarib beradi-da bu. Bunga bossangiz 926 ta nima topdi mana telefonimdan. O'chirib olgan rasmlarimni. Iloji boricha maksimal darajada o'chib ketgan nimalarni qaytaradi. Lekin hammasini ham qaytarib bo'lmaydi. Bir xil video rasmlar bo'ladi, uni qaytarib bo'lmaydi.